Ha yaxshimisan, o'rtoqlaring qani? Aka yaxshimisiz? Bugun choyxona edi. Bolalar bilan yig'ilib ketyapti. Telefon qilsak ko'tarmayapti. Yaxshi o'tirlar uyimda, bo'pti. Bolalar telefonni ko'tara olmadim, gruppaga yetib qo'yapman. Men choyxonaga bora olmayman. Nimaga bora olmaysan? Aka hozir pulim yo'q. O'rtoqlarimga pulim yo'q deyishga uyalaman. Bu safar bormay turib deyotgandim. Akang bor, akangdan so'ramaysan. Men pulni olgin deb maydalab ishlat. Og'aylaringdan qolmagin. Menga qara, aziz o'rtog'ing uyida odam rosa ko'p eshigini tegdi. Afamini qilishyapti. Kim uylanyapti? Aziz o'rtog'imni to'yi uylanyapti. O'rtog'ing to'yi bo'lsa, nima qilib o'tiribsan? Nega bormayapsan? Aka, hozir to'y kiyishga kiyadigan kiyimim yo'q. Uyaladi odam. Shuni men yetmaysam, uy kirsang, keyin kiyilmagan kiyimlardan beradi. Bor o'rtoqlaringdan qolma, to'yga bor. Og'ayni tabriklar. Arendaga mashina oldim. Haydab turamiz endi. Ha, mashina oldingmi? Ma'ruf bo'lsa. Rahmat aka, og'aynimga maqtanib qo'yapman-da. O'ting uyga. Bo'ldi. Ukajonim o'tir mashinaga. O'rtog'ingga havosing keldimi? Ha, aka, mashinasi bo'lsa, zo'r bo'lsa kerak. Ha, shunaqa dega, men mashinani kalitdi. O'rtoqlaringdan qolma, maza qilib hayda. Men shunaqani mashinasini haydab turaman, ukajonim. Nima qilib turibsan? O'rtog'ingnikida hashar bo'lyapti. Men pulni olgin-da, mayda shuda qolib borgin, o'rtoqlaringdan qolma. Aka, nimaga har doim o'rtoqlaringdan qolmadi, badleshga qilaverasiz? Nimaga unaqa deysanmi? Yomon kuningda ham turadigan shu o'rtoqlaring bo'ladi. To'y hasham qilsang ham yelka-melka turadigan shu o'rtoqlaring bo'ladi. O'lganingda ham to'tingni ko'taradigan shu o'rtoqlaring bo'ladi. Menga qaranglar o'rtoqlar, mana shu videoni ukasini yaxshi ko'rgan akalarga har qanday holatda bir-birini badlashga qiladigan o'rtoqlarga jo'natib qo'yamiz. ukam jonim ukam, mani mehribonim ukam, ukam jonim